Assalamu alaikum to'rdoshlar. Yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqidi. Ramazonmi kepti, o'ylab baxsam. Biz bulturqi Ramazonda bu yilqi Ramazonni vatanda o'tkazishni nasib qilsin deb tilaklar bilan yozganlarimiz esimda. Midirmisak Allah hergiz nasib qilmaydi bizga vatanda Ramazon o'tkazishni. Onun dua qilib, buningdan tilab, uningdan bilimlarni kutib, o'tib ketsak vaqtimiz o'tayverdi-ku. 71 yilni sizlar o'ylab beqinglar. Namoyish qilish, tashkilot qurish, Uyg'urni tunutdik, madaniyatini tunutdik, uni qildik, buni qildik degandan boshqa hech qanday natija qozongan ish yo'q. Sizlar o'ylab beqinglar. Anadagi sorun, nay, pul yig'ish, ammo pul yig'ishda dünyada biz her kandak devletninki, her kandak milletlerninki rekordunu buzuydilaydiganmiz. Lekin vatan deganda adam yok. Ameliyatda siz o'ylab bakın vatanınız bolsa, hamma narsangiz bo'ladi ekan. İzzat, hurmatiniz, hamma narsangiz bo'ladi. G'amimiz mi yo'q bo'ladi? Eng qisqasi Facebook'ka yeydiğinizni chiqaramsiz, bolalaringizning tug'ilgan kunini chiqaramsiz. Nima chiqarsangiz, xo'shallik bilan xuduksirmay turib chiqara olasiz. Vatan çiğkıravatıdı, qeyrindaşlarımız mı çiğkıravatıdı, oylap beqinglar. Vatandan chiqqan zulümlarni, o bularni kelib chiqirib qo'yib qo'yay. Munda o kitibdi, anda azaldan bo'layotgan, cho'nglarning ishlayotgan bir ko'rinishlarni chiqirib qo'yibsizlar, aşağı chiqqan. Azaldan boti o. Onu chiqirish emas, vatan, g'amim vatan deb chiqarsangiz bo'ladi. Har qanday odam ishlaydi. Vatanda chaqdimi ishlaydi. Hem başkalarım işleydi. Pensiya maaşı yok Uygur'unki. Onысы enik. Çoğlarının pensiya maaşı yok. Hükümet orunda işlemeyenlerinki pensiya maaşı yok. Muaciyatlardan oylap bakın sebebi ne mi? Vatansızlık şunçak munbet tupraqnınki yaşanğanları kandak yaşavatıdı oylap bakın. Uygur erki qırgınçılık uçuravatıdı. Nemişqa vatanın ilgisi olğalık üçün. Vatanın iyisi zimin deb chiqidi. O vaqtda hurmatingiz bo'ladi. Tuproqqa ega bo'lsangiz, izzatiniz bo'ladi. Rahmat sizlarga.